Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqin. Bu kitapta, yani Kur'an'da hiç şek yok. O takvadarlarga yetekçidir. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ular g'aybki ishinidu, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ular sana nazil qilingan kitapqa, senden ilgirki peygamberlerge nazil qilingan kitaplarga ishinidu ve ahiretke şeksiz ishinidu. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ani şular Perverdigarının doğru yolunda manğuculardır. Ani şular bəxtki erişkiçilerdir. İnnellezîne keferû sevâ'un aleyhim e'enzertehum em lem tunzirhum la yu'minûn. Şübihisiz ki kafirlarını agahlandıramsan, agahlandırmamsan, bəribir ular iman etmaydı. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah ularının dillerini ve kulaklarını peçetlivetken, imanның nuru kirmeydi. Ularning ko'zlari perdelengen, haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Kişiler arsıda Allah'a ve ahiret günüge işendik degüçüler var. Hakikatte ular işenmeydi. Yani ağızda işendik degini bilen ko'nglida işenmeydi. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ular Allah'ını ve müminlerini aldamakçı boludu. Hakikatte ular tuymasdan özlerini aldaydı. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ularning dillarida kesel, yani münafıklık ve şekliniş var. Allah ularning kesilini küçeytivetti. Yalgan sözlegenlikleri, yani yalgandan imanı dava kılganlıkları ve Allah'ın ayetlerini mezhir kılganlıkları için ular qattiq azabga duchor bo'ladi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ularga yer yüzüde buzg'unchilik qilmanglar deyilse biz ıslah qilg'uchilarimiz deydi. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Bilinglar ki ular hakikaten buzg'unchilardir, lekin buni o'zlari tuymaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
السفهاء ولكن لا يعلمون. Ularga, yani munofiqlarga iymon etgan kishilardek, yani sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamdiq deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar, lekin buni ular tuymaydi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ular müminler bilen uçuraşkınıda biz iman ettik deyişidu. Şayatunları yani münafık kattıbaşları bilen yalğuz cayda tepişkandı bolsa, biz hakikaten siler bilen billimiz. Fakat tilimizden uçudla iman etip koyup, müminlerini meshir kılıvatımız, deydu. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. Meshir kılganlıkları üçün, Allah ularını cazalaydı. Ularını gumrahlıklarida koyup berdi ki, ular tınır kıgan halda yürüşüdü. Ulaikellezine işteravud-dalalete bil-huda fema rabihat ticaratuhum ve ma kanu muhtedin. Hani şular hidayetini berip gumrahlıkını aldı. Şuna soğudisi paydı keltürmedi. Ular hidayet tapkuçu bolmadı. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ular goya keçide isiniş ve yoruqluq iliş üçün ot yakkan kişilerge okşaydı. Ot ularının etrafını yoğurtkanda Allah ularının otunun yoğuruğunu öçürüvetti. Ularını etrafıdaki hiç nersini körelmeydiğen karangılıqtı kaldırdı. Summun bukmun umyun fehum la yarci'un. Ular gastur. Yani gaz anlayalmağındek yaxşılıqını anlayalmaydı. Gaçıdır. Yani gaç sözleyelmegandek yaxşı işini sözleyelmeydi. Kordur. Yani kor bolup kalgandek toğır yolunu körelmeydi. Şuna ular gumrahlıktan qaytalmaydı. Ev kasayyibin mine's-semâi fihi zulumatun ve ra'dun ve barqun yec'alûne asâbi'ahum fî âzânihim يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ya ki ular zulmetlik, güldürmamılık ve çakmaklık qattiq yağmurda kalgan, goya çakmak soquytib ölüp ketişten korkup, kulaklarını barmakları bilen etip algan kişilerge okşaydı. Allah kafirlerini yani ularının hemme ahvalini bilip durgucudur. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Çakmak çakkanda ular göz nurudan ayrılıp kalgılı tas kalıdı. Ular çakmak yoğurgudu meňiwalydy. Karangılık kaplaganda turup kalıdı. Allah halısaydı ularını anlaş ve görüş kuvvetinden elbette mehrum kılattı. Allah hakikaten her nersige qadirdir. Ya eyyuhan nas
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. İnsanlar, taqvodarlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishlig'ida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Hamdi Allohga sherik keltirmanglar. Albuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib tursizlar. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Bendimiz Muhammed'ga biz nazil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Agar munda qilolmasanglar, hargizmi qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ey Muhammed, iman etqan ve yaxşı amellerini qilganlarga ularning ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xo'sh xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda, buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik, deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok juftilar, ya'ni o'rlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. İnnalloha la yastahyi أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Mo'minlar bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kofirlar bo'lsa, Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganligidan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Fasıqlar Allah vədə alğandan keyin bergen vədisini buzdu. Allah ulaşqı buyurğan şeylerini üzüp qoydu. Yani sili rəhim qılmaydı. Yer yüzüdə buzuqçılıq qılıdı. Ani şular ziyan tartqıçılardır. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Allah'ını qandaqmı inkar qılsılar ki, cansız idinlar sizlərge can berdi. Yani atanlarının puştuda, ananlarının qarnıda abi məni idinlar. Keyin ajilinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilsizlar. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Allah yeryüzüdeki hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzinib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah har narsani bilguchidir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa yani o'rin bosar yaratiman dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan, holbuki biz bo'lsak seni pok deb madilaymiz, muqaddas deb madilaymiz dedi. Allah men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e ügetdi. Ondan ularını periştilerge körüstüp, halifi buluşqa Adem'e qarğanda biz haqlıq deydigan qarşınlarda rastçıl bolsanlar, bu şeylerinin namlarını bana aytib beringlar dedi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
أنت العليم الحكيم. Farishtalar, seni butun kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan, dedi. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah, ey Adem, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin, dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda, Alloh, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman, oshkora va yo'shurun ishinglarni bilib turaman demaganmidim, dedi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Öz vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Biz Adem'ge, ey Adem, sen xotunun, yani Havva bilan cennette turunglar. Cennetteki narsalardan xoligininglarcha keng tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, yani mevsidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar, dedik. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Adam Parvardigoridan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbani bekmi qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga agashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi, dedik. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kafirlar ve bizning oyatlarimizni inkar qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ey İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men mu sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendinla qo'rqinglar. Va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. من نازل قılğan Tevratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Menga taqvodorlik qilinglar. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Haqni batılga, yani Allah nazil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqargan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar, ruku qilguvchilar bilan birga ruku qilinglar. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Kişilerini yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysung'uvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Kişi kişiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Öz vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab,
qizlaringlarni ishqa selish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Öz vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Öz vaqtida Musaga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zingizlarga zulm qilib Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afv qildik. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Öz vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musaga haqni botildan ayiruvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Öz vaqtida Musa öz qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zingizlarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Alloh tavbanglarni qabul qildi. Alloh tavbani haqiqatan bakmo qabul qilguchidir. Nihoyat mehribondir. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Öz vaqtida: "Ey Musa, Allah'ını op-oçuq görmegiçe sana hergiz işenmeymiz" dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglar alda sizlarni chaqmoq so'qdi. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga tiranjibin bilan budunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, sherin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Öz vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganinglarcha kang tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin danglar. Gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texim ortiq savob beramiz dedik.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirdi. Zulm qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Öz vaqtida Musa öz qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga "Asang bilan toshni urg'in" dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Öz vaqtida Sina çölüde terencibin ve bödünü bilenla ozuqlanayotganinglarda sizler, ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlardan tarxamak, samsaq, yesmoq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizler yaxshini nacharga tegishamsizlar, ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni terencibin bilan bödünidan ortiq ko'ramsizlar. Birer şehirge kiringlar, şu yerde tiligininglar bar dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Şübihisiz ki Möminler, Yahudiler, Nasaralar arasıdan ve periştilerge, yıldızlarga çoğunğucular arasıdan Allah'ka, ahiret günüge iman keltürgen ve yaxşı amellerini kılganlar, Perverdigarının qışıda öz ecirden bəhrman boludu. Ularga ahirette korkunç ve gam kaygı yoktur. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Öz vaqtida biz sizlerden Çin vədə alğan və tur teğini üstünlərə tikləb qoyğan. Sizlərə dünyada halak buluşdun, ahirette azap qilishdən saqlanışınlar üçün biz bergen kitabni məhkəm tutunlar. Yani Tevratqa əməl qılınlar. Onundaki əhkamlarını isinlərdə saqlanlar degan edik.
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Şuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Aranglardaki şənbə günü biliq tutmasıq toğrusudaki şəriət çəklimisidən çıxıb ketkuchilarni qandaq qılğanlığımızını əlbəttə bilisizlər. Biz ularga xar maymun bo'lib ketinglar dedik. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Uni yani ularga berilgan bu jazoni zamondoshları va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Öz vaqtida Musa öz qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir qolib o'g'izlashqa buyuruydi degan edi. Ular bizni masxir qilyapamsan dedi. Musa jahillardan, ya'ni masxir qilg'uvchilardan bo'lib, qilishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq qilish kerakligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qiyirmi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurganni qilinglar dedi. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdi, Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sop seriq bo'lsin dedi. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin, uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimu yoki samir tush uchun beqilgan kalimu bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu iniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Musa Allah onun yer aydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim, olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi, dedi. Ular amdi to'liq bayon qilding, dedi. Ular qolini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rin deyolmag'ili tas qoldi. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Öz vaqtida sizlar bir kishini o'ltirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlig'idir.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalaning bir parchasi bilan o'likni uringlar. O tirilib qotilni aytib berdi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ey Yahudilar cemaati, shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizlarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Taşdek yoki toshdanmi qattiq ketib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilaridan dumulab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi, sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ey müminler cemaati, davetinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar. Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab, tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartib etdi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Ular müminler bilen uçraşkanları da iman ettik deydi. Bir-biri bilen yalğız joyda tepishqanlarda Parvardigoringlar qishida mo'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhisalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar, buni tushunmamsizlar deydi. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Yahudilar özlerinin yoşurun ve aşkar işlerini Allah'ın bilip turduğallıqını uqmamdı. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Ularning savadsizlari kitobni, ya'ni Tavratni uqmaydi. Ahbarlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilan ish qiladi. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Kitapni öz qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ina manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan deguvchilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalar uchun ularga voy. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ular bizni do'zax o'ti sanoqliq kunlarla ko'ydirdi, deydi. Ularga sizlarga Alloh shundoq qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar, degin. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Öz vaqtida biz İsrail avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Aranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yinib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yinib olsizlar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Öz vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtlaringlardan chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinlardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan
ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidiya berib qutqizib olasizlar. Holbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ldirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar, ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishni ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishonib, bir qism ahkomlarni inkor qilamsizlar. Sizlardan shundoq qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliq qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ani shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordammi qilinmaydi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Şek şübhisizki biz Musaga kitap, yani Tevrat berdik. Onundan keyin arqa peygamberler evetdik. Meryem oğlu İsa'ga möcüzler berdik. Hem de onu Ruhul Kuddus, yani Cibril bilen yoludik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqadigan bir narsa elib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, yana bir qism payg'ambarlarni o'ldirdinglar. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ular dillerimiz perdelengen dedi. Undaq emas. Ularning kufri sabablik Allah ularga lanet qildi. Ulardan iman etadiganlar nayta az. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ularga Allah tarafından ulardaki kitap, Tevratni tasdiqlaydigan kitap, Qur'on nazil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. Ilgari ular Muhammad alayhissalomni vosita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishni tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tevratda sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Alloh kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan yahudlarga la'nat qildi. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Yahudlarning Allah nazil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarlikni xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonni kufriga setishi ajab yomon ishdir. Ular ustiga g'azabga tegishlik bo'ldi. Kofirlar xorlig'uchi azobga duchor bo'ladi.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ularga Allah nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degin. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizlarni keltirdi. Musa tur teg'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Öz vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar, bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur teg'ini ustinglarga tikildik va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillariga Mo'zayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mo'min emas, chunki iymon Mo'zayga cho'qinishga buyurmaydi degan. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degin. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Ular qilgan yomon amallari sabablik o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zalimlarni obdan bilguchidir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Şübhisiz ki, ularni hayatqa hamma kishidan, hatto mushriklardanmi yeris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qala olmaydi. Alloh ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Aytqin ki, Cibrilga düşman bo'lgan odam Allohga düşmandir. Chunki u, ya'ni Cibril
Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Kimki Allohni, Allohning farishtalarni, payg'ambarlarni, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadigan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki, Alloh kofirlarni dushman tutadi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Şək şübhisizki, sana biz roşan ayetlerini nazil kıldık. Ularını fakat doğru yoldan çıkanlarla inkar kılıdı. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Her kaçan ular birer tüzüşse bir türkümü onu buzudu. Belki ularının yani Yahudilerinin tolusu Tevrat'a iman etmeydi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ularga Allah tarafından kollardaki kitabını tasdiqlaydigan bir peygamber, yani Muhammed aleyhisselam gelse, onun peygamberlik delillerini bilmeydigandek Allah'ın kitabını, yani Tevrat'ni arkasına çörüyüdü. Yani Tevrat'ın sözlerine amel kılmaydı. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ular Süleyman'ın padişahlık zamanındaki şeytanlarının sihirgerliğine ait sözlerine ergeçti. Süleyman sihirger bolğunu ve sihir ügünüş bilen kapır bolğunu yok. Lekin şeytanlar kişilerge sihir ügütüp kapır boldu. Ular Babildagi Harut, Marut deyildigan iki periştege nazil kılıngan sihirni ügütetdi. Bu iki perişte biz kişilerini sınaymiz, kapır bolmagın demigiçe hiç kişiге sihir ügetmeydi. Ular bu ikisidan er-xotinni bir-biridan ayırıydigan narsalarni, yani sihirgerlikni ügünetdi. Ular sihir orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudiylar Tavratni tashlab sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nisiva yo'q ekanligini obdan bilatdi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi.
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Qashki ular buni bilsa edi. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ey müminler, Peygamberge ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'zga quloq silinglar. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Alloh o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Alloh cho'ng fazil egisidir. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Qandaqlı bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ular, yani Yahudilar ilgari Musadan sual so'ragandek, sizlarmi payg'ambarlardan sual so'ramoqchi bo'lamsizlar. Kimki iymonni kufriga tegizsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzsidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelgani qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afo qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudlarning Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degin. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Undaq emas. Kimki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdi ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Alloh uchun qiladi ekan, u Parvardigorining dargohida savobdan bahramon bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Yahudlar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudlarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Holbuki ular kitobni, ya'ni Yahudlar Tavratni, Nasaralar Injilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklarimi ular degandek dedi. Alloh qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah'ның məscidlərində Allah'ның namının yad qılınışını tosqan və onlarını vəyran qılışqa urunğanlardımı zalim kişilər varmı? Məscidlərə onlarının faqat qorqqan halda kirişi layiq idi. Ular dünyada rəsva boludu. Ahirətdə çoğ azabqa, yəni dozaq azabığı duçar boludu. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Məşriqmi, məğribmi, yəni bütün yer yüzü Allah'nındır. Qaysı tərəfə yüzlənsanlarmı, o Allah'ның tərəfi, yəni sizlərə ixtiyar qılğan qiblisidir. Allah'ның məğfirəti həqiqətən kengdir. Allah həmmini bilgücüdür. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. Ular, yani Yahudiler, Nasaralar, müşrikler Allah'ның balısı var deydi. Allah ularning guman qilgan narsadan paktur. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah osmonlar va zaminni yo'qdan bar qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kofirlari Alloh nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dalillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishindigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Biz seni haqiqatan mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantiruvchi qilib, haq din bilan avatdiq. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sen Yahudilar ve Nasaralarning diniga kirmigicha ular senden hergizmi razı bolmaydı. Ey Muhammed, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilim kelgandan keyin, ya'ni pokitlik, haqiqat sana oshkora bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga ergishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stim bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Biz ata qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishinidu. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ya bani Isroil zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Birovga birov qilchilik yordam qila olmaydigan, hech kishining fidiyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Öz vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amrlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinidi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Alloh uningga, seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman dedi. İbrahim, mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Alloh, mening peshvo qilish ahdamga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ
للطائفين والعاكفين والركع السجود. Öz vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va aman joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Ibrohim bilan Ismoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilguvchilar, itikobda o'ltirguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar uchun pok tutishni buyurdik. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Öz vaqtida Ibrohim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Alloh, kofir bo'lgan odamni mo rizqdan ozgina muddat, ya'ni hayotligida bahramon qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nimaga yomon oqibat? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Öz vaqtida Ibrohim bilan Ismoil Ka'baning ulini qo'pirib etib, Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Parvardigorimiz, ikimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbani nihoyat qabul qilguvchisan, nihoyat mehribonsan. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilguvchisan dedi. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Özünü ahmaq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka taladik. Shak shubsizki, oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Öz vaqtida Parvardigori uningga, Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. İbrahim ve Yaqub öz oğullarına vasiyet qilib, ey oğullarim, Allah sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini taladı. Faqat musulmon petinglarcha o'lib ketinglar, ya'ni iymoninglarni mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar dedi. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
أولئك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Yaqub can uzvatqan vaqtida sizlar yinida barmidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan "Ma o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular: "Sening ilohing va ota-bovlaring Ibrohim, Ismoil, Isoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz" dedi. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ular Yahudi yoki Nasara bulunglar to'g'ri yo'l topsizlar deydi. Undaq emas. Biz Ibrohimning islomga uyg'un diniga agishimiz. U mushriklardan emas edi degin. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Aytinglar ki Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga, Isoga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigor tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasoralarga o'xshash ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Agar ular, ya'ni ahli kitob, sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kifoyidir. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, ilm fikrni bilib turg'uchidir. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Allah'ның dinida çın turunlar. Allah'ның dinidan yaxshi kimning dini var? Biz Allah'a ibadet kılgıçılarımız. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Biz bilan Allah to'g'riliq munozirlashamsizlar. Albuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degin. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
yoki İbrahim, İsmoil, İshaq, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar. Aniqki ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib uni yo'shirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bazı ahmaq kişiler ularni, yani Peygamber aleyhisselam bilen müminlerini qarab kelayotgan qiblasidan, yani Beytul Muqaddasdan nima yüz örgüzgendo deydi. Ey Muhammed, aytqinki, Mashriq va Mag'rib, yani hamma taraf Allohningdir. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Shuningdek, yani sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga agashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib olishimiz uchunla edi. Alloh hidoyat qilganlardan boshqalarga bu, ya'ni qiblning o'zgartirishi haqiqatan og'irdir. Alloh sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddas qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi. Alloh kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda ko'yimchandir. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Biz sening Kaaba qiblang bo'lishini tilab, qayta osmonga qarag'anligingni ko'rib turibmiz. Seni cho'qim sen yoqtiradigan qiblaga yuzlandiramiz. Namozda yuzingni masjidi haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni masjidi haram tarafga qilinglar. Haqiqatan kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasoralar buning, ya'ni qiblaning Ka'baga o'zgartirishining Parvardigor tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Alloh ularning qilmishidan g'ofil emas. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ
إنك إذا لمن الظالمين. Kitap berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga bo'ysunmaydi. Senmi ularning qiblasiga bo'ysunmaysan. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar ham o'zaro bir-birining qiblasiga bo'ysunmaydi. Sana ilm, ya'ni vahiy kelgandan keyin mubodo ularning nafsi xohishlariga bo'ysunsang, u chaqda sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Biz kitap berganlar, ya'ni Yahudilar bilan Nasaralar uni, ya'ni payg'ambarni o'z o'g'illarini to'nigandek to'niydi. Ularning bir firqasi shubhisizki haqiqatni bilib turib yo'shirdi. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Haqiqat Allah tarafidan kelgandir. Hargiz shak keltirguchilardan bo'lmagan. Har ummatning yuz keltiradigan tarafi, ya'ni qiblasi bor. Ey mu'minlar, yaxshi amallarni qilishga oldiranglar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Allah hammanglarni hisob uchun yig'di. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Qayerdan safarga chiqmag'in, namozingda yuzingni Masjidi Haram, ya'ni Ka'ba tarafga qilgin. Bu haqiqatan Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Kishilar, ya'ni Yahudilar va mushriklarga sizlarga qarshi dalil isbot bo'lmasligi uchun ey Muhammad safar qilishga qayerdan chiqmag'in, namozingda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, sizlarmo qayerda bo'lmanglar, namozinglarda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Faqat ularning ichidagi zulm qilguvchilarla qiblning o'zgarganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Ular, ya'ni zolimlardan qo'rqmanglar. Mening amrimni tutish bilan mendan qo'rqinglar. Qiblni o'zgartishga amr qilishim sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim uchun va to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Shuningdek, ya'ni sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ishchanlardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni diniy ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdik. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
Ey müminler, savr orqali va namoz orqali yordam tilanglar. Alloh haqiqatan savr qilguvchilar bilan bilidir. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allah'ın yolunda öldürülgenlerini, yani şehitlerini ölük demanglar. Belki ular tiriktir, lekin sizler bunu sezmeysizler. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz sizlerini bir az korkunuş bilen, bir az qahatçilik bilen mallarınlarga, canlarınlarga, balalarınlarga, ziraatlarınlarga yetadigan ziyan bilen çokum sınaymiz. Beşiği kelgen musibet, ziyan, zahmetlerge, savr qilguvchilarga cennet bilen hoş haber bergin. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ularga birer musibet kelgen çağda, ular, biz elbette Allah'ın igdarçılıqidimiz, yani Allah'ın bendelerimiz, çokum Allah'ın dergahı qaytimiz, deydu. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ani şular Perverdigarning mağfireti ve rahmetiga erişgüçilerdir. Ani şular hidayet tapquchilardir. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Safa bilan Merve hakikaten Allah'ның dininin alametleridir. Hac qilgan yoki umra qilgan odam ularning orasida sa'i qilsa hech bak yo'q. Kimki o'z ixtiyori bilan birer yaxshilik qiladi ekan, Alloh uning mukofotini beradi. Alloh albatta shukrning mukofotini berguchidir. Alloh hammani bilguchidir. إنَّالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Bu kitapta, yani Tevrat'ta kişilerge doğru yolunu iniq bayan qılğınımızdan keyin biz nazil qılgan Muhammed aleyhisselamның rast peygamber ikenligini isbatlaydigan roşan delillerini ve doğru yolunu yoşurduğanlarga Allah lanet kılıdı. Yani rahmetinden yirak kılıdı. Lanet kılgıçlar, yani periştler ve müminler mi ularga lanet kılıdı. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun ulâike aleyhim la'netullâhi vel melâiketi ven nâsi ecma'in. Fakat tevbe kılganlar, amelini düzeltkenler, Yahudlarning Tevrat ahkomlaridan yoshirganlarini bayon qilganlarla buningdan mustasno. Ana shularning tavbasini qabul qilaman. Men tavbani bakmi qabul qilg'uchidurman. Nihoyat mehribondurman. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Şübhəsizki kafir bulup kafir peti ölgenler var. Ani şular çokum Allah'ның periştelerinin ve insanların hemmisinin lanetiga uçraydı. Ve ilahukum ilahun vahidun la ilahe illa huvarrahmanurrahim. Ular dozaqda мәңгі qalıdı. Ulardan azap yenikiltilmeydi. Ularga berildiği azap keçiştirilmeydi.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sizlərinin ilahinglar bir ilahdır. Onundan başqa heç məbud bərhaq yoxdur. O nəhayət şəfqətlikdir, nəhayət mehribandır. Osmonlarning və zaminning yaratılışında, kecha bilan kunduzning navbatlanishida, kishilarga foydali narsalarni ilib, dengizda uzib yurgan kemalarda, Allah bulutun yağdırıp bergen, ölgen zeminni turuldirdigan yağmurda, yer yüzüge tarqıtib etken hayvanlarda, şamal yölünüşlerinin özgürüp duruşida, osman zemin arasında boysundurilgan bulutlarda, tushundigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Bazı adamlar Allah'tan gayrılarını, yani butlarını Allah'a şerik kılıp aladı. Ularni müminlerinin Allah'ını dost tutqanidek dost tutudu. Yani uluqlaydı ve onlarga boysunudu. Müminler Allah'ını hammadan bek dost tutquchilardır. Zalimlar kıyamet günü özlerine tayarlangan azapni ko'rgan chaqda bütün kuch quvvatning Allah'a mansub ekanligini ve Allah'ның azabının qattiq ekanligini qaşqi bilsa edi. Dünyada Allah'a şerik keltirganliklariga haddidan ziyoda pushaymon qiladi. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Aynı vaqtda əgəşdirgüçülər azabını görüb, əgəşgüçülərdən ada juda boludu. Onların üzərə münasibeti, yəni dünyadakı dostluğu üzülüdü. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Əgəşgüçülər kaşki bizlərə dünyaya qaytışqı bolsaydı, ular bizdən ada juda bolğandək bizmi onlardan ada juda bolatdıq deydi. Allah onlarga yaman işlərinin həsrət bolğanlığını muşundaq göstərdi. Ular dozaqdan çıxmaydı. Ya eyyuhan nas kulu mimma fil ardı halalan tayyiban ve la tattabi'u khutuwatiş şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. Ey insanlar, yeryüzündeki halal, pakiz narsalardan yanglar. Şeytanның yollarına əgəşmanglar. Çünkü şeytan sizlərə uçuq düşmandır. İnnemâ ya'murukum bis-sû'i vel-fahşâ'i ve en teqûlû alallâhi mâ lâ ta'lemûn. Şeytan sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Alloh nomidan yolg'ondan, Alloh sizlarga halol qilgan narsalarni harom deb va harom qilgan narsalarni halol deb sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyuruydi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma
ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Har qachon ularga, ya'ni mushriklarga Alloh nozil qilgan narsaga, ya'ni Alloh payg'ambarga nozil qilgan vahiyga, Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bovlarimizdan qolgan dinga agishimiz deyishidir. Ota-bovlari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga agishamdi. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Kafirlarni hidoyatga da'vat qilguvchi xuddi ma'nisini tushunmay, tovushini va nidonini anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan gastur, haqni so'zlashdan gajidur, haqni ko'rishdan ko'rdur. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ey müminler, biz sizlarni rızıqlandırgan halal narsalardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqi go'shini, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah kitapta, ya'ni Tavratda nozil qilgan narsalarni yo'shiradigan va uni ozg'ina pulga sotadiganlarning qorniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom mili ularni do'zaxga ilib boradi. Qiyomat kuni Alloh ularni xo'shal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ani shular hidoyatni gumrohlikqa, mag'firatni azobga, ya'ni jannatni do'zaxga tegishdi. Ular do'zax azobiga nima degan chidamliq? ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Bu qattiq azob shuning uchunki Alloh haqiqatan haq kitobni Tavratni nozil qildi. Ular Tavratdagi narsalarni yo'shirdi va o'zgartirdi. Kitob to'g'risida ixtilof qilguvchilar cho'nqur nizodadir. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni so'yish yuzidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul milidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, soillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kiradi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al-hurr bil-hurr wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ey müminler, öldürgenler üçün qisas ilish sizlarga farz qilindi. Hör odam üçün hör odamdan, qul üçün quldan, ayol üçün ayoldan qisas ilinadi. Qotil üçün dinni qeyrindishi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni o'ltirguchining egisi qotildan diyat ilishga rozi bo'lib qisas ilishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyatni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Jinoyatchimi diyatni yaxshilikcha, ya'ni kechiktirmasdan, kemaytvatmasdan to'liq berishi lozim. Bu hukm Parvardigoringlar tarafidan sizlarga berilgan yenikletishdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyatni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qotilni o'ltirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey aql egalari, sizlarga qisosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ltirgan taqdirda o'zining o'ltirilganligini bilsa, u odam o'ltirishda yanadi. Shuning bilan uning o'zimi, u o'ltirmoqchi bo'lgan odamni o'lishdan saqlanib qoladi. Nahaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisos yo'lga qo'yildi. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Agar sizlardan biraylan o'lish oldida ko'p mol qoldirsa, uning ota-onasiga va xish aqrabolariga odillik bilan vasiyat qilishi taqvodorlarning o'tashga tegishli burch sifatida farz qilindi. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Vasiyatni olgandan keyin kimki uni o'zgartirdikan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklanadi. Alloh haqiqatan hammani anglab turg'uchidir. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kimki vasiyat qilguvchining savallik yoki qasddan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning, ya'ni vasiyat qilguvchilar bilan vasiyat qilinguvchilarning orasini tuzab qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Ya ayyuhallazina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey müminler, günahlardan saklanışınlar üçün sizlerden ilgirkilerge, yani ilgirki ümmetlerge rozu periz kılınğandek, sizlerge mu Ramazan rozu periz kılındı. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bu periz kılınğan roza sanaqlıq günlerdir. Sizlerden kimki kesel yoki safar üstüde bulup roz tutmagan bolsa, tutmagan günlerini yani qazasını başka günlerde tutsun. Rozni qeyirliq yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aran tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berishi lozim. Kimki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'z uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, roz tutish sizlar uchun eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramazan ayida Qur'on nozil bo'lishga boshildi. Qur'on insonlarga yetakchidir, hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayirguvchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimki Ramazan ayida hozir bo'lsa, Ramazan ro'zasini tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, tasdiqni xohlamaydi. Ağzınlar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon ro'zasining soni to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qilguvchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
تتقون Roz kechilarda ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Ya'ni ular sizlarga orlashib yashaydi va kiyim badanga yepishgandek yepishidi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Ya'ni sizlarmi ularga orlashib yashaysizlar va kiyim badanga yepishgandek yepishsizlar. Alloh o'zinglarni oldiganliklaringlarni, ya'ni roz kechisi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Alloh tavbanglarni qabul qildi. Sizlarni afo qildi. Hamda ularga, ya'ni ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar. Alloh sizlarga taqdir qilgan narsani, ya'ni farzandni talab qilinglar. Toki tongning oq yipi qor yipidan ayrilganga, ya'ni tong yo'rg'anga qadar yanglar, ichinglar, ondan kech kirgicha roz tutinglar. Sizlar masjidda itikobda o'ltirgan chig'inglarda kunduz bo'lsin, kechi bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ani shular Alloh belgilagan chegaralardir, ya'ni man'i qilgan ishlardir. Uningga yaqinlashmanglar. Kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Alloh oyatlarini ularga mushundoq bayon qiladi. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Bir-biringlarning mollarini nohaq yavamanglar. Bilib turib kishilarning bir qism mollarini zulm bilan yevilish uchun hokimlarga pora bermanglar. Ey Muhammad, sendan yangi chiqqan oy, ya'ni oyning kichik chiqib cho'ngiydiganligi, ondan kichiklaydiganligi to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytqinki, u kishilarning tirikchilik, savdo setiq, muomala, ro'z tutish, eg'iz ichish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblashi uchundir. Jahiliyat davrida qilganinglardek ihromdagi chig'inlarda uylarning orqasidan to'shik ichib kirish yaxshilikka yotmaydi. Allohning amriga muxolif ish qilishdan qo'rqqan odam yaxshi amal egisidir. Ihromdagi chig'inlarda odatdagidek uylarning darvozalaridan kiringlar. Baxtga erishishinglar uchun Allohga taqvodorlik qilinglar. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qilguvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين. Ularni, ya'ni mushriklarni, ular haramda bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, urush harom qilingan oylarda bo'lsin, uchratgan yerda o'ltiringlar. Sizlarni yurtinglardan, ya'ni Makkadan chiqarayotgandek, sizlarmi ularni yurtidan chiqarib etinglar. Ziyonkashlik qilish urushdan yomondir. Toki ular o'zlari urush ochmag'icha masjidi haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular masjidi haram atrofida o'zlari urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Kofirlarning jazosi shundoq bo'ladi. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Agar ular urushni to'xtatsa, sizlarmi urushdan qo'l yig'inglar. Alloh tavba qilguvchilarga haqiqatan mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.
toki ziyonkashlik tugagan va Allohning dini yo'liga qo'yilganiga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qilguvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Urush haram qilingan oyga tangdir. Ya'ni urush haram qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga chiqilsa, shu oylarda sizlarmi ularga chiqilsanglar bo'ladi. Hurmati saqlanishga tegishli narsalar tang barobardir. Ya'ni hurmati saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom ilish yuzsidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Birov sizlarga qanchalik chiqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik chiqilinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan bilidir. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah'ның yolunda pul mal sarf qılыңlar. Üzanlarını halaketke taşlamanglar. İhsan qılыңlar. İhsan qılğuçularını Allah hakikaten dost tutudu. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Haj bilan umrni Allah uchun to'liq o'rinlanglar. Agar dushman yoki kasallik sababidan hajni yoki umrini ado qilishda to'sqinlikka uchrasanglar, u holda nima o'ng'ay bo'lsa, ya'ni to'yga, kala, qo'ydan nimani topa olsanglar, shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qilinadigan mol joyiga, ya'ni belgilangan joyga yetmagicha beshinglarni tushirmanglar. Sizlardan kimki kasal, ya'ni chechini tushirsa ziyon qiladigan kasal yoki beshida illat, ya'ni bosh og'riqi, pitqa o'xshashlar bo'lib, beshini tushirmasa, fidya qilish yuzsidan 3 kun ro'za tutsin. yoki 6 miskinga 3 sa sadaqa bersin yoki biror mol qurbonlik qilsin. Aminlikda bo'lgan chig'inglarda aranglardan umra qilgandan keyin haj qilishdan bahramon bo'lgan odam, ya'ni hajdan burun umra qilib tamomlagan odam nima o'ng'ay bo'lsa shuni qurbonlik qilsin. Puli yo'qlikdan yoki qurbonlik mol yo'qligidan qurbonlik mol topolmagan odam haj jarayonida 3 kun ro'za tutsin. Hajdan qaytgandan keyin 7 kun ro'za tutsin. Uning hammasi 10 kun bo'ladi. Mana bu ya'ni umra qilgan odamga qurbonlik qilish lozimligi yoki ro'za tutish haqidagi hukm Masjidi Haram doirasida, ya'ni haramda o'ltirishlik bo'lmagan kishilar uchundir. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
Haj vaqti ma'lum bir qancha oydir, ya'ni Shavvol, Zulqaid oylari va Zulhajja oyining 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilgan, ya'ni ihrom bog'lagan odamning jinsiy aloqa qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi ma'ni qilindi. Sizlar qandoqligi yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Oxiratliklar uchun zot rohila ilinglar. Ang yaxshi zot rohila taqvodorlikdir. Ey aql egalari, menga taqvodorlik qilinglar. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan chig'inglarda Mashari haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilganligi uchun uni yod etinglar. Ilgari sizlar haqiqatan gumroh edinglar, ya'ni Alloh sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohni bo'lsa, ota-bobonglarni faxrlanib yod etgandek yoki uningdanmi ziyoda yod etinglar. Ba'zi kishilar, "Ey Parvardigorimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin" deydi. Holbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasiba yo'qdir. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ba'zi kishilar, Parvardigorimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ani shular o'zlari qilgan amallarining mo'l mevasini ko'rdi. Allohning hisob edishi tezdir, ya'ni shuncha ko'p haloyiqdan qisqa vaqt ichida hisob elib bo'ladi. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Sanoqliq kunlarda, ya'ni tashrih kunlarida Allohni yod etinglar, ya'ni namozlaringlarning oxirida takbir etinglar. Minodan oldirib 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi ahkomlar taqvodorlik qilib hajni to'liq ado qilmoqchi bo'lgan odam uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar hisob uchun Allohning dargohiga yig'ilisizlar. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
Ey Muhammed, kishilar orasida shundoq odam borki, uning dunyo tirikchiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtiradi, lekin u yolg'onchi munofiqdir. U dilidagi narsaga, ya'ni dili boshqa, tili boshqa emasligiga Allohni guvoh qiladi. Holbuki u senga va senga agashuvchilarga ashaddiy dushmandir. Ko'rinishda u shirin so'zi orqali dindor qiyofatga kirib oladi. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. U huzurundan qaytgandan keyin zaminda buzuqchilik qilish uchun va ziroatlarni, hayvonlarni halok qilish uchun tirishidi. Uning buzg'unchiligi amalda insonlarni halok qilish uchundir. Chunki ziroatlarsiz va hayvonotlarsiz insonlarning yashay olishi mumkin emas. Alloh buzuqchilikni yoqtirmaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Onunğa vəz nəsiyyət qılınıb yaman söz hərəkətlərindən qayıt, Allah'tan qorqun deyilsə, qoruru onunğa günah yükləydi. Yəni haqdan təkəbbürlük bilən baş tartıb fitne pasatda texmo əzvəyləydi. Onunğa cəhənnəm yetərlikdir. Cəhənnəm nəhayət yaman joydur. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Bəzi kişilər var ki, ular Allah'ның rəzası üçün cinini pida qıldı. Qılğan əmili bilən faqat Allah'ның razılığını tiləydi. Allah bəndələrə tolumu mərhəmətlikdir. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ey müminler, İslam diniga butunlay kiringlar. Yani İslam dinining bütün ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarni tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga ergashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sizlarga islom dinining haqligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan tiyib ketsanglar, bilinglarki, sizlar jazolansizlar. Chunki Alloh g'olibdir. Ya'ni sizlardan intiqom ilishdan ojiz emasdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Ular, yani İslam'a kirishni tark etganlar faqat Allohning qiyomat kuni xaloyiqning orasida hukm chiqarish uchun bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va xaloyiqning orasida hukm chiqarilib, bir guruh jannati, bir guruh do'zaxi bo'lib ayrilish bilan xaloyiqning ishining bitishini kutamdi. Bandalarning hamma ishi Allohga qaytarildi. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ey Muhammed, İsrail avlodidan so'rag'in ki, biz ularga naqadar ko'p ro'shan dalillarni ato qildik. Kimki Allohning ne'matiga erishgandan keyin uni kufrli qilib o'zgartirsa, Alloh uningga azob qiladi. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Kafirlarga dünya tirikçiligi chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlariga mabtun bo'ladi. Mo'minlarni masxara qiladi. Holbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan daraja jihatdan ustun turadi. Alloh xohlagan kishiga hisobsiz rizq beradi.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. İnsanlar dastlabda bir ummat, ya'ni haq dinda edi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi iymon etmay ixtilof qilishdi. Alloh mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantirguchi payg'ambarlarni avatdi. Alloh kishilarning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqarish uchun ularga haq kitobni nozil qildi. Faqat kitob berilgan kishilarla o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ya'ni kofirlar mo'minlarga hasad qilib kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Allah öz iradesi boyunca müminlerini ular, yani gumrahlar, ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Sizlar tehi ilgirgilar uçurgan külpetlerge uçurmay turup cennet kirişine oylamsizlar. Sizlerden ilgiri ötken müminler eğirçılıklarga, külpetlerge uçurgan ve çöçtütilgen idi. Hatta peygamber ve müminler Allah'ның bizge vaadi kılgan yardımı kaçan kilidu diyen idi. Bilinglar ki Allah'ның yardımı hakikaten yakındır. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ey Muhammed, senden mallarını qandaq sərf qılsa bolduğanlığını soraydı. Etqin ki, mal mülkünlərdən nemini sərf qılmanglar, onu ata-ananglarga, xish aqrabalarınlarga, miskinlərga və ibn səbillərga sərf qılsanglar boludu. Yaxşılıqdan nemini qılmanglar, Allah onu bilib turudu. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sizlarga jihad farz qilindi. Halbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasligingiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiranglar. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ey Muhammad, ular senden haram kılıngan ayda uruş kılışkı bolamdı dep soraydı. Aytqın ki, bu ayda uruş kılış çoğun günahdır. Allah'ның yoludun tosuş, Allah'a kufurluk kılış, Mescidi Haramda ibadet kılıştın tosuş ve Mescidi Haramdan ahalini aydap çıkırış, Allah'ның dergahida teximi çoğun günahdır. Fitne, yani müminlerge ziyandaşlık kılış, adam öldürüştün mü qattiq günahdır. Ular, yani kuffarlar, qoludun kelsila sizlerini dininglardan qaytur vetkengi kadar sizler bilen davamlıq uruşudu. Sizlerden kimki öz dininden qaytib kafir peti ölse, onun amelleri dünya ve ahirette bekar bulup gitidu. Bundaq adamlar ahli dozaqdır. Ular dozaqda mengü qalğuculardır. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. Vallahu gafurur rahim. Şübihisiz ki iman etqanlar, hicret qılğanlar ve Allah'ның yolunda cihad qılğanlar, ani şundaq kişiler Allah'ның rahmetini ümid qılıdı. Allah nəhayət məğfiret qılğucudur, nəhayət mehribandır. Yes'alûneke anil xamri vel meysir. Qul fîhimâ ismun kebîrun ve menâfi'u linnâsi ve ismuhumâ أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ey Muhammed, senden arak ve qimar doğurçudu soğurşudu. Sen ularga bunun her ikiside çoğun günah ve kişilerge azgına maddi paydımı var. Lekin ulardaki günah paydı qarganda teximi çoğun degin. Ular senden nemini sadiq qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojdan ortiqini sadiq qilinglar degin. Dünya ve ahiretning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Fid dunya val axirah وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ey Muhammed, ular senden yetimler to'g'riliq so'rashidi. Aytqin ki, tarbiyalash, mollarini o'stirib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda orlashib yashasanglar, u chaqda, ya'ni ularga qeyrindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qeyrindishinglardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuziguchini bilib turadi. Agar Alloh xolisa sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga solatdi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Ey Müslümanlar, müşrik ayallar, iman etmegiçe ularını nikahınlarga almanglar. Müşrik ayal, özünü camali ve mili bilen sizlerini mebtun kılgan taqdirdimi, mümin dedik, elbette onundan artıqdır. Müşrik erler iman etmegiçe mümin ayallarını
ularga yotliq qilmanglar. Hür müşrik sizlarni mabtun qilgan taqdirdimi, mo'min qul albatta uningdan ortiqdir. Ana shular, ya'ni müşrik va ayollar sizlarni do'zaxga chaqiradi. Alloh o'z irodasi bo'yicha sizlarni jannatga, mag'firatga chaqiradi. Kishilar pandi nasat olsin deb Alloh ularga o'z oyatlarini bayon qiladi. Va yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Ey Muhammed, ular senden hayz to'g'riliq, ya'ni hayzdar ayol bilan jinsiy aloqa qilishning durustligi yoki durust emasligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, hayz ziyonliqdir, ya'ni hayz mezgilda jinsiy aloqa qilish er-xotin har ikkisiga ziyonliqdir. Hayz mezgilda ayolinglardan neri turinglar. Hayzdan pok bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pok bo'lganda ularga Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Alloh haqiqatan tavba qilguvchilarni do'st tutadi. Haromdan va nijosatdan pok bo'lguvchilarni haqiqatan do'st tutadi. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa bashshiril mu'minin. Ayollaringlar sizlar uchun xuddi ekinzorliqdir, ya'ni nasl teradigan joydir. Ekinzorliqlarga xohlagan ravishda kelinglar. O'zinglar uchun oldin ola yaxshi amal tayyorlanglar. Gunohdan cheklanish bilan Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar Allohga muloqot bo'lusizlar. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Yaxshilik qilmaslikqa, taqvodor bo'lmaslikqa va kishilarni aplashtirmaslikka qasam qilish shakli bilan ularni qilishqa Allohni to'salg'u qilmanglar. Ya'ni Alloh bilan qasam qilishni yaxshi ishlarni qilmaslikning sababi qilmanglar. Alloh so'zlaringlarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Maqsadsiz ishgan qasminglar uchun Alloh sizlarni jazoga tortmaydi. Qasddan ishgan qasminglar uchun Alloh sizlarni jazoga tortadi. Alloh mag'firat qilguvchidir, halimdir, ya'ni bandalarni jazolashga oldirab ketmaydi. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Ayollarga yaqinchilik qilmaslikqa qasam ichgan kishilar 4 oy kutadi. Agar ular bu muddat ichida ayollarga yaqinchilik qilishga qaytsa, ayollarga yomonlik qilgan gunohini Alloh haqiqatan mag'firat qilguvchidir. Alloh nihoyat mehribondir. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Agar ular taloq qilish niyatiga kelsa, Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Talaq qilingan ayollar 3 hayz o'tkicha iddat tutadi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishonadigan bachchidonlaridagi Alloh yaratgan narsani, ya'ni bolani yoki hayzni yo'shirishi durust emas. Ularning erlari agar abdishib qilishni xolasa, shu muddat ichida ularni qaytirib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqliqdir. Ayollari ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlari ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramon bo'lish kerak. Muvofiq darajada majburiyatmi o'tish kerak. Ayollarga mehr berish va ularning turmushini qamdash majburiyatlari erlarga yuklanganlikdan erlar ayollardan bir daraja ortiqlikqa ega. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Qayta yarışışqa bo'ladigan taloq 2 qitimdir. Uningdan keyin xotinini chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan, ya'ni zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yitishi lozim. Allohning belgilamalariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'talmaslik, Alloh belgilagan er-xotinlik huquqlariga rioya qila olmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mahri uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ular, ya'ni er ayolning Allohning belgilamalariga rioya qila olmasligidan qo'rqsanglar, xotinning taloq xetini ilish maqsadida mol berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni er xotinga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allohning belgilamalaridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qilguvchilar zolimlardir. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Agar uni ya'ni xotinini 3 qitim taloq qilsa, xotin boshqa erga tegmigicha uningga durust bo'lmaydi. Keyingi er uni taloq qilgandan keyin iddatini to'shqizib, burunqi er bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Agar ular Allohning belgilamalariga rioya qilganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'talaydiganligini tasavvur qilsa, bu Allohning belgilamalaridirki, Alloh uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga fahmi yetadigan qavm uchun bayon qiladi. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarishib, ularni nikohinglarda tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yitinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimki shunday qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarishidi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar, ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxara qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatini, ya'ni kitobidagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddati to'shqan va qoida bo'yicha tegmoqchi bo'lgan eri bilan tutishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ichinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilindi. Bu, ya'ni vaz nasihat ilish, Allohning amrlarini tutish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Shariat ahkomlaridan sizlarga nimalar eng foydali ekanligini Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Analar balalarını imitish muddatida to'liq imitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil imitishi lozim. Otalar onalarini qoida bo'yicha yemak, ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ishqila taklif qilinadi. Onani balasi sababli ziyon tortqizmaslik lozim. Agar ota o'lib ketsa, uning varisi otaga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'lg'uchiga nafaqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota-ona kengashib balani 2 yil to'shmasdanla ayirib etmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar balalarni inik onalarga emitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglarla, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh sizlarning qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
İçinlarda özü vafat bulup ayolları qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim. İddati to'shgandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollarga igdorchilik qilguvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. İddeti toşmagan ayollarga ularni aldıganlıqlarını purutib ötsanglar yoki buni dilinglarda yo'shirun tutsanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga eg'iz ochdiganliqlar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yo'shirun va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkora aytilsa kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. İddeti toshmag'icha ularni nikohinglarga ilishqa bel bog'lamanglar. Bilinglarki Alloh dilinglardagini bilib turadi. Uningdan, ya'ni Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan hazar qilinglar. Bilinglarki Alloh noiti mag'firat qilg'uchidir. Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanganlarga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Agar sizlar ayollaringlarga yaqinchilik qilmay yoki mahvi tayinlamay turib ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrni muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yivetsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a, ya'ni belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga narsa beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Agar sizlar ularga yaqinchilik qilishdan ilgari va mahr tayinlanib bo'lgandan keyin taloq qilsanglar, tayinlangan mahrning yerimini beringlar. Ammo ayollar o'tinsa, ya'ni mahrdan voz kechib butunlay olmasa yoki nikohning tuguni o'z ilkida bo'lgan erlar o'tinsa, ya'ni tayinlangan mahrning hammasini bersa, shu bo'yicha bir taraf qilish lozim. Sizlar o'tinsanglar, o'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ihson qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. 5 namozni bo'libmi namoz deganni davomlashtiringlar. Ya'ni butun shartlari bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Qo'rqinishda qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Amonlik topqininglarda Allohning sizlarga o'rgatgani bo'yicha Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinish tugaganda Alloh namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlari bilan shundoq o'tanglar. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Sizlarning ishinglarda o'zi vafot bo'lib, ayoli qilib qoladiganlar, ularning ya'ni ayollarining 1 yilgacha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egalariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Talaq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafaqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh o'z ahkomlarini ko'rsatib beradigan oyatlarni sizlarga mushundoq bayon qiladi. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Özleri minglarcha turuqliq ölümden qorqib, yurtlardan qechib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Alloh ularni tirildirdi. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlikdir va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Allah'ның yolida cihad qılınlar. Bilinglarki Allah haqiqatan sözünlerini anlap turgucudur. Niyetinlerini, ahvalınlarını bilip turgucudur. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Kimki Allah'a qarzi hasana berdikan, ya'ni Allohning yo'lida pul milini xo'shallik bilan sarf qiladikan, Alloh uningga necha hassa, ya'ni 10 hassidan 700 hassigacha ko'p qaytiradi. Alloh sinash uchun ba'zi kishilarning rizqini tor qiladi, ba'zi kishilarning rizqini keng qiladi. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytirulsizlar. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم
والله عليم بالظالمين. Sana Musa vafotidan keyin Isroil avlodidan bo'lgan bir jamoaning xabari yetmadimi? Ular o'z vaqtida o'zlarining payg'ambariga bizga podshoh tiklab bergin, uning bilan dushmanlarga qarshi Allohning yo'lida jihad qilayli deyishdi. Payg'ambar, sizlarga jihad farz qilinsa jihad qilmay qolarsizlarmi? dedi. Ular, yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandoqmi Allohning yo'lida jihad qilmayli dedi. Ularga jihad farz qilingan chaqda ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Alloh zolimlarni obdan bilguchidir. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Payg'ambari ularga Alloh haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi. Ular payg'ambarga e'tiroz bildirib, u qandoqmi bizga podshoh bo'ladi? Aramizda podshoh avlodlari bo'lganlikdan podshohlikqa biz uningdan haqliqmiz. Uning ustiga uning mol mulki ko'p bo'lmagan tursa, dedi. Payg'ambar, Alloh haqiqatan sizlarga podshoh qilishga uni ixtiyor qildi. Uning ilmini ziyoda va badanni qobil qildi. Alloh saltanatni xohlagan odamga berdi. Allohning fazli kengdir. Uningga kimning loyiq bo'ladiganligini obdan biladi, dedi. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ularga payg'ambari aytdiki, uning podshohlikning alomati shuki, sizlarga bir sanduq keladi. Uningda Rabbinglar tarafidan sizlarni taskin topqizadigan narsa va Musoning, Harunning tavalari qoldirib ketgan narsalar, ya'ni Musoning osisi, kiyimi va Tavrat yozilgan ba'zi taxtlar qo'jilangan bo'ladi. Uni farishtalar ko'tarib keladi. Agar Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsanglar, buningda, ya'ni tabutning nozil bo'lishida Allohning Talutni sizlarga podshohlikqa tanlaganligiga albatta sizlar uchun ro'shan alomat bor. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Talut askarlari bilan Baytul Muqaddasdan ayrilgan chaqda Alloh sizlarni bir daryo bilan sinaydi. Kimki uningdan ichidikan, u menga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydikan, u haqiqatan menga tavadir. Uningdan ussuzlikni bir oz besish uchun ichgan odam buyruqqa xiloflik qilgan bo'lmaydi, dedi. Ularning ishidagi ozg'ina kishilardan boshqa hammasi uningdan ichdi. Talut va uningga iymon etgan kishilar
daryodan o'tgan chog'da dushmanning ko'pligini ko'rib qo'rqinchga tushib ularning bir firqasi bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushishga toqat keltirolmaymiz dedi. Talutning tavallaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qilganlar Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamliq ko'rsatkichlar bilan billidir. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ular Jalut va uning askarlari bilan uchrashgan chaqda Parvardigorimiz qalbimizni chidamliqlik bilan to'ldirgan, qadamlarimizni urush maydonida sabotlik qilgan, kofir qavmiga qarshi bizga yordam bergin dedi. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Müminler Allah'ın iradesi bilen kafirlerini mağlup kıldı. Davud Jalut'nu öldürdü. Allah Davud'a saltanatni, hikmetni, yani peygamberlikni berdi. Onunla halıgan nerslerini, yani paydılıq ilimlerini bildirdi. Allah insanların bazısı bilen müdafiye kılıp durmasa, yani küçlük tacavuzçıga onundan mı küçlük bulgan birisini apriydi kılmasaydı, yeryüzü elbette pasatqa aylanatdı. Yani harabalıqı yüzünlerdi. Lekin Allah yamanlıqını üstünlükü igi kılmaslık bilen bütün cahan ahliga merhamet kılğucudur. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Bu Allah'ın ayetleridir ki onu biz sana doğru ravişte okup berimiz. Ey Muhammed, sen elbette Allah'ın davetini yetkizüş üçün əvətilgən peygamberlerinin birisin. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Ani şu peygamberlerinin bazısından üstün kıldık. Allah onlarının bazısı yani Musa aleyhisselam bilen sözleşti ve bazısının yani Muhammed aleyhisselamның derecesini yukarı götürdü. Meryem oğlu İsa'ga ölüklerini tirildiriş, kaçılarını, berez kesini saqaytışqa oxşaş roşan möcüzelerini ata kıldık. Onu Ruhul Kudus yani Cibril aleyhisselam bilen güçlendirdik. Eğer Allah halıgan bolsaydı, ulardan keyin kelgen ümmetler ularga roşan deliller kelgenden keyin özara uruşmaz idi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsaydi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ey müminler, so'zi-setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kufroni ne'mat qilguvchilar o'zlariga zulm qilguvchilardir.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bir Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi. Uni uyqu basmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Alloh ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, kaynidagi, ya'ni ular uchun oxirat tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turdi. Ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga og'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Dinda onunğa kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, o sunmaz, mahkam tutquni tutqan buludu. Allah bandalarının sözlerini anlap turgucudur. İşlerini bilip turgucudur. Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minel-zulumati ilen-nur. Vellezine keferu evliyâuhumut-tâgûtu yukhricuunahum minen-nur إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah müminlerinin igisidir. Ularını küfrünün zulmetinden imanның yoruqlıqıga çıkarıdı. Kafirlerinin igisi şeytandır. Ularını imanның yoruqlıqıdan gumrahlıqның qarangılıqıga çıkarıdı. Ani şular ahli dozaqdır. Ular dozaqda məngü qalğuculardır. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munozirlashishga ilib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamanda İbrahim Allah'ның barlığına dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ltiraydi dedi. U menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundaq hamoqatligini ko'rib, Allah haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundaq paket oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. yoki sen tom o'gizlari yiqilib bayram bo'lgan xaroba shahar ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi? O ajablanib Alloh bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi. Alloh uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Alloh farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Alloh aytdi: "Undaq emas, to'liq 100 yil turding. Yemak ishmikinga qarg'inki, buzilmagan, eshking qarg'inki, uning so'maklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'ngaklarga qarag'inki, uni qandoq qurashtiramiz, ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizlarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Öz vaqtida İbrahim Parvardigorim o'liklarni qandoq tirildirdiganligini menga ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildiroladiganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim ishondim, lekin ko'nglim teximi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi: Qushdan 4 olg'in, ularni o'zangi to'plag'in, ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirg'in. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakini qo'yg'in. Ondan ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah'ның yolunda pul milini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan, har boshqida 100 dan don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga hasilab savob berdi. Allah'ның marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mol sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا
أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pul milini Allah yolida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Yaxshi so'z va kechirish keyin aziyat yetkazadigan sadiqadan afzaldir. Alloh bandalarning sadiqasidan behojatdir, halimdir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ey müminler! Pul milini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash, bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundoq pul milini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchon qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qoladigan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'la olmaydi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Mallarını Allah'ın razılıqını tileş ve nefslerini sadiqi ihsanıga adatlendiriş yüzsüdün sərif qılıdığanlar egizdiki caylaşqan, qattiq yağmurdan bəhrman bolsa, meyvesi ikəsi köp boluduğan, qattiq yağmurdan bəhrman bolmasa, şəbnəm bilenmi qanıdığan, yani qaysı halda bolsun meyve berdiğan bir baqqa oxşaydı. Demek bunda xayr saxavetlik adam, meli köp bolsa köpki yarışa, az bolsa azgı yarışa berdi. Allah qılğan əməlinlərini körüp turğucudur. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Aranlarda kimmi yaqtırsın ki, onun xormuluq, üzümlük, astıdan eriqlar eqib turadigan, meyvelerinin hamma xillari bolgan bir beği bolsun. Onun özü qerib qalgan, balları uşaq bolup, bu bağ ot ilip kelgen bir qari boranda köyüp kessin. Sizlerinin oylanışınlar üçün Allah sizlerge ayetlerini şundaq güzel misal bilen bayan kılıdı.
ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turuqliq yo'qotib qo'ygan bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ey müminler, sizler erişken narsalarning ve biz sizlerge ziminden çıkarıp bergen narsalar, yani açlıklar, meyvelerinin yaxşılardan sadiq kılınlar. Üzənglarmı faqat gözünlerini yumup turup alıdığan naçarlarını ılgap sadiq kılmanlar. Bilinglar ki Allah bundaq sadiqanlardan bihacettir, hamdiga layıqdır. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Şeytan sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi, yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakot bermaslikka buyuruydi. Alloh sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir, u hammani bilib turg'uchidir. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Hikmetni, yani yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan tandan nasihat oladi. Va ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Nimini xayr ihson qilmanglar yoki Allohning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Alloh uni haqiqatan bilib turadi. Zolimlar, ya'ni zakotni ma'ni qilguvchilar yoki pul milini gunoh ishlarga sarf qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringizga kafforat bo'ladi. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Ey Muhammed, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiyini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zi tutmanglar. Meninglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amalinglarning
savobi kemaytilmaydi. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Özünü Allah'ның yoluga atыган, tirikçilik qilish uchun yiroq joylarga bora olmaydigan yo'qsullarga xayr ehson qilinish kerak. Ahvolni o'qimaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan. Ular kishilarga choplashib olib, tilamchilik qilmaydi. Meninglardan nimani xayr ehson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mallarını keç-gündüz, yani hamma vaqt yo'shurun va oshkor yo'sinda xayr ehson qildiganlar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jazana o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimish harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshirildi. Yani Allah xolisa uni kechirdi, xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Yamhaqullohu ar-riba va yurbis sadaqat. Vallohu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah jazonining barakatini o'chirib sadiqning barakatini ziyoda qiladi. Alloh har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanag'uvchi gunohkorni do'st tutmaydi. Innallazina amanu va amilus solihati va aqamus solata va atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim va la khawfun 'alayhim va la hum yahzanun. İman etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularda oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha va daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ey iman etgan kishilar, haqiqiy mo'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmisida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allohi va rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun.
Agar unda qilsanglar bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar, o'zinglarmi ziyon tortmaysizlar. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguncha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oldigan qarzni uningga sadiq qilib berayotganinglar sizlar uchun texim yaxshidir. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'rdi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytilmaydi. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ey müminler, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay, odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Alloh uningga bildirgandek to'g'riliq bilan yezishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kamaytirmassin. Agar qarz olguvchi odam ahmoq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bakmo qeyri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, qochiligi, kekashligi tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishlarini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib bersin.
Sizlar er kişilardan 2 kişini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, 2 ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytarish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Alloh huzurida, ya'ni hukmida bu odillik va eng isbotliqdir. Yani guvohlikning unutilmasligini eng isbotlovchidir. Gumonlanmasliklaringlarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lma-qo'l savdoda hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro savdo qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putuqchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi. Ya'ni sizlarga ikkila dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Alloh hamma narsani bilguchidir. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'yadigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Oranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uvchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguvchi qarz olg'uvchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Osmonlardagi, zimindagi shaylar iqdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir. Amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Payg'ambar Parvardigor tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mo'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishlariga, kitoblariga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxir yanadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah hech kimni taqat yetmaydigan ishqa taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosimi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz, bizdan ilgirkilarga yukliginingga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin, deydi.